Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hammalar tinch omonmisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Bugun men yana yo'lga chiqdim. Ertalabdan Kashmir taraflarga burgaliga kelib oldim. Bir karasi o'ylab ketaman deb. Bugun 27-yanvar soat ertalabki 8 ga yaqinlashib qoldi. Ko'chada ham ozgina yomg'ir shivalab yog'ib turibdi. Hozir men bu ko'chaning boshidagi ko'prikning oldida to'xtab turdim. Sharoitlarni qarab, suv qanaqa, loy emasmi? Ko'pchilik mana shu ko'prikning oldiga qo'yib kirib ketadi ichkariga. Ichkarida loy bo'lib ketadi mashina. Yurib bo'lmaydigan darajada. Shu suv ham ko'tarilib bu yoqqacha chiqib kelgan tepagacha. Hozir endi tushib ko'raman-da, sharoitga qarab bir tezroq joy topib joylashib o'ylarni qilishga harakat qilaman. Kuzatib borasizlar. Chiroyli o'ylarni qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Sekin yurib kirib kelyapman. Mashina bu yoqqa tashlayapti. Mana bu yerda tekisroq joy bor edi, shu yerga o'tib olaman dedim-da. Ko'ramiz endi. O'rtoqlar. Kelib mana shunaqa joyga joylashdim. Tekisroq, suvga yaqinroq. Yo'l yuzidan sal ichkariroq. Yonimda ham baliqchilar o'tirishibdi. O'sha tepaga qo'yib kirish kerak-da o'zi mashinani. Yo'lda loy. Sekin kirib oldim, o'tgani shiryapman hozir. Endi shirib olsam ketaman keyin narigi tarafga qarab. O'tgan tayyorlab oldim. Shunga ham yarim soatdan shu vaqt ketdi. Mashinani qoplab ketaman endi. Yakrlarni ortdim. Nimadir esdan chiqib qolmasin deb rosa o'yladim. Hammasini oldim menimcha. Tushirib olaveraychi endi. Suvga ham tushib oldim. Sekin ketyapman qirillatib. Yukim og'ir bo'lib ketdi. Ancha narsa ortib olganman lutkiga. Yakrlar bilan ham. Bu ham 10 kilodan 20 kilo. Borgandan keyin suvga tushirib qo'yaman. Manzaraga gap yo'q. Suv ancha ko'tarilibdi. Anchagina ko'tarilibdi. Balu sakradi mana bitta. Balu tutmasa ham suvga tushib, aylanib, tabiat qo'yinida maza qilib ketganga
hech narsa yetmaydi. Montajlarni qilib tashlab qo'ydim. Endi kutamiz. Natijani kutamiz. Poplogim ko'ryaptimi? Natija bo'lib qolsa sirasi ko'rsataman. Hozircha jimjit. Yomg'ir maydalab yog'yapti. Mayli bekorga yurmayapti deyishyapti deb o'ylayapman. Shularning orasiga kirib ketganmi deyman deb alola. Sayoz joylar. Atrofda ham bor baliqchilar. O'tirishibdi. Qarab o'tiribman. Rezultat hozircha ko'rinmayapti. Yurishib qoladi, bir payti bo'lib qoladi, shunaqa jim bo'lib qoladi. O'rtoqlar mana. Birinchi klub. Gap yo'q lekin. O'zi ham bir 2 soatdan oshiq kutganman buni. Lekin qaytolmay endi. Kecham tushib qolyapti. Mashinani oldiga yetib olay. Qornim ochdi. Ertalab choy ichgan bo'yicha. Hozir bu narsa pishirib yeyman endi. Ben kelib oldim mashinamni oldiga. Ovqatga harakat. Lotkalarni chiqarib qo'ydim. Qarmonni ham otib qo'ydim. Chuvalchellarni yengilab. Shamol bilan yomg'ir kuni bilan xalaqit berdi-da u qilishga. To'lqin bo'lib Poplog ham ko'rinmaydi, tortayotgani bilinmaydi. Hozir ancha sokin bo'lib qoldi, jimjit. Shamol ham tindi. Gazlarimni ulab oldim. Ozgina ishlarim bor, shularni artib tozalab o'zimga mos qilib bitta dimlama qilaman deb xos. Sharoit shunaqa. Damla yomon ketmayapti. Qornini to'yg'izib olsa, bundan ham zo'r bo'ladi. Ovchilar ketishyapti sekin-sekin. Pashti qolmadi desa ham bo'ladi. O'zi bugun odam kam kelibdi. Lotkachilar ham to'lib ketardi. Ko'p ko'rmadim unaqa bir. 5-10 ta ko'rdim.
Qozonni ham tegini yoqib oldim. Qachon ham boshlab yubordik. Sal qovuraman. Chiroyli holatga keltirib oldim. Endi ozgina suv beramiz bunga. Sochni bo'lib chiqadi. Ozgina pripravadan sepib olamiz. Tuz berdim boya. Degina ozgina ko'taramiz. Qaynab chiqib olsa keyin bir xil qilib qo'yaman. Ko'ramiz, endi kutamiz. Ovqat pishsa, ovqatlanib olib, keyin dam olib o'tiramiz, harmoga qarab. Ancha kun ham botib qoldi. Svetimni ham yo'qib oldim. Ovqatimiz ham pishdi menimcha. Ko'ramiz. Go'sht pishgan bo'lsa bo'ldi. Pishibdi. Go'sht pishdi degani qolgani cho'tga pishtirsa ham bo'laveradi. Qani endi suzib olaychi buni. Kerakini suzib oldim. Qolgani ertalabga. Manasini ko'ringlar chiqqan. Va chesnovlari ham ezilibdi yaxshi. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, shu gap yo'qmadi sizga. Bu suv bo'yida qilingan ovqatlar shirin chiqaveradi hammasi. Dam olishga kelganda. Sholg'omlardan ham qo'shdim. Sholg'omni ham yaxshi ko'raman. Zo'r narsa deymi? Oldin yemas edim yoshligimda. Sholg'om. Ajratib tashlayman hammasini. Yomg'ir ham shivalab yog'ib turibdi. Yomg'ir demasa ham bo'ladi, juda mayda yog'adi. Sal yiriklashdi endi. Bugun shamolga jam unaqa zo'r bo'lmadi u. Erta yo'qda qolsa ko'ramiz.
Mashinaga chiqib kirib oldim o'rtoqlar. Tashqarida yomg'ir yog'ib ketdi. Ovqat yeb bo'lgunimcha narsalarni tez yig'ishtirdim-da. Yomg'irga chidamaydigan narsalarni hammasini olib kirib joylashtirib kirib oldim. Avtonomkamni ham ulab qo'ydim, tayyor qilib. Gul shitirini nimaga chiqarib qo'ydim mana oynadan. Mana bu falga qalin qilib o'ralganda siqib oynaga qisib yopib qo'yganman. Ichkari hozircha yaxshi. Sharoit issiq. Salqin bo'ladigan bo'lsa keyin yoqaman nimani avtonomkani. Men bu kravatim raskladishga qilib yasab olganman DSPdan. 220 shunaqa uzunligi bemalol yotilaveradi. Kerak emas payt shundan olib tashaladi, yig'ishtirib taxlanadi-da bu. Ikkiga buklanib, tagida oyoqchalari bor. Oyoqlari ham yopilib ochilib mana shunaqa. Raskladishga o'xshab yasaganman. Sharoit yaxshi. Dam olib o'tiribman telefon o'ynab. O'chila qolmadi, hammaligisi ketib bo'lishdi. Hozir 20 minut oldin oxirgilari o'tdi shekilli. Suv tushyapti deyishyapti. Soat 12 dan keyin 4-5 dan ushadik deb bir xillari ushagan, bir xillari ushamagan. Shunaqa. Endi ertaga ko'ramiz qani vaziyatga qarab. Tongga ham otdi o'rtoqlar. Avtonomkani ham o'chirdim. Mazza qilaman o'zi ham. Shu tishina bo'ldi kechqurun. Hop. Endi choy qaynataman-da. Choy ichib olg'a bu yog'i. Baliqchilar o'tishyapti bitta. Mesning akalar o'tib ketishdi hozir ikkitasi. Shipir qilib yurib o'tib ketishdi. Uyg'onib ketdim. Mana harakat qilaman endi. Sekin ketyapman. Choylarni ham ichib oldim. Pastga tushaman hozir. Burilishga borib o'sha yerda o'qilamiz. Ko'ramiz endi qanaqa bo'ladi bugun.
borib joylashib olaveraychi. Videoni davom ettiraman keyin. Bugungi partiyam o'rtoqlar. Mana. Sal maydaroq lekin gilamingisi yuryapti. Chiqarib oldim. Sirasi tortib qoldi-da, telefonni olib nima qilgunimcha chiqib ketib qolmasin deb chiqarib olib keyin oldim videoga. Sadogimga solib qo'yaman buni endi. Yengillab tashlab qo'ydim. Cho'g'achakdan. Shamol ham yaxshigina bo'lyapti lekin qilishga xalaqit beryapti. Lutkani ham o'ynatib tashyapti. Paplug ham bilinmaydi, yaxshi tortgan. Kutamiz natijani. Havo ayniydi deganda bugun kechqurunga yomg'ir qor bergan edi. Shamoli bo'lsa kerak. Siklon kelyaptim. Tortdi-yu menimcha. Chiqib qolsa ko'rsataman. O'rtoqlar. Yana bitta karascha bor. Chiqarib olamiz. Yana bitta chiqardim o'rtoqlar. Sal kichikroq lekin bo'ladi. Normalniy. Yana bitta bor mana. Kamerani o'rnatib oldim. Chiqarayotganini ham ko'rsatishga harakat qilaman. Tezroq harakat qilmasa chiqib ketib qolyapti-da. Boya ikkitasini chiqarib yubordim. Kamerani olguncha. Ayyo. Kelyapti mana. Bor yana. Yana bitta toychoni qo'lga tushirdim mana. Yaxshi, yomon emas. Zeriktirmayapti. Qo'lni yuboramiz. Yomg'ir ham yog'ib turibdi. Boshlandi yomg'ir. Yomg'ir ham yog'ib ketdi o'rtoqlar.
U ham yomon bo'lmayapti, chiqib turibdi. Bunda. Kechigidan yaxshi. Voy, bor yo'q. Shamol tindida maqtab turdim. Shamol ham qoram boshlanib ketdi. Suraman da o'tgan. Endi sekin mashinani oldiga qarab jo'namasak bo'lmaydigan vaziyat bo'lyapti. Bulan qotdi уже. Lekin manzaraga gap yo'q. Yani oqimga qarshi ucholmay, shamolga qarshi ucholmay orqasiga qaytdi. Mashinani oldiga ketaman endi. Qayta olmas ekan. Qora mana shu zo'r yog'yapti. Manzaraga gap yo'q. Baliq ham zo'r tushyapti. Kecha bo'lmadi, bugun mana shu cho'tki tushyapti. Shamol qo'ymandi. Baliqchilar ham qaytishyapti. Qaytishdi odam ham qolmas ekan. Dam yomon bo'lmayapti lekin. Qo'l muzlayotgan hisobga olsa, perchatka olish esdan chiqibdi. Mashinani oldiga yetib olurlikchi. Mashinamni oldiga ham kelib oldim. Ancha narsalarni joylab tashladim hozir birpasda. Lo'tkam qoldi. Shuni ham suv sepib yig'ib olsam, keyin sekin qaytsam ham bo'ladi. Qor kuchayyapti borgan sari. Natijalarni ko'rsatay sizlarga. Qaraslar bor. Shaparodi. Bugun yaxshi yurishdi lekin. Kecha unchalik tortmayotdi. Qor yog'ishidan oldin yaxshi yuryapti. Hozir ham tashisi tushaveradigan vaziyatda. Lekin kech bo'lib qolmasdan men yo'ldan chiqib olishim kerak. 2 kundan beri yomg'ir yog'ib, yomon qilib yuborgan yo'llarni loy qilib. Kech bo'lmasdan chiqib olish kerak. Narsalarni ham yig'ib joylab bo'ldim. Endi qaytaman. Mayli o'rtoqlar. Yangi videolarda, yangi sarguzashtlarda ko'rishguncha